Assalomu alaykum ahli YouTube aka ukalar ag'aylar, bir tane like basib gumburlar gruppa shunday foydali saqingizlar. Mana shu suratlarni qo'yib o'tamiz. Farux deb tanishtirgan Qirg'izistondan bo'ladi ekan. O'sh, Jalabat ma shu tomonlarga shunday taylangizlar, O'shtanman degan aslida. Shu Qirg'izistonning gruppalari bo'lsa shunday taylangizlarki, o'zimizning bolalarni kirat qilgan. Mana shu harramxo'r, Xudo urgan shaytonning urg'achisi. Birovning haqqini jeyishdan oldin o'ylab jeyish kerak-da. Ertadan qiyomat bor. Mashhar degan maydon bor. Pulsurat degan ko'prik bor. Ertadan o'lganingda, ertadan tabutingdan shunday ushlasa janozangni hech kim o'qimaydi. Mana shuni hadmen aynalar kim ko'rsa, aka-ukalar, bittadan like bosingizlar, shu Qirg'izistonning shu O'shqa, Jalabatga, mana shu jetib har bir qishloqqa tarqatingizlar. Benim de şöyle Qirg'izistonlik aka-ukalarimiz ko'rib o'tiribdi. Mana shu o'zini tanishtirgan Qirg'izistondanman deb turib. Ishlagan bolalar, mana shu qarang'a qishning kunida ishlagan, pulda olganda telefonida olib turib Chornospiskaga urib qochib ketgan. Ha, suratini qo'yamiz, o'zbek ekan. Qirg'izistonlik o'zbeklardan. Aka-ukalar, endi boshqa gapni nima deyman? Agar ag'ayin inshaalloh bizning videomizni ko'rayotgan bo'lsa kerak, buning ota-enasi bordir. Yaxshi niyat bilan shu farzand tug'gan, o'stirgan, harom, bunov halol deb turib ko'rsatib qo'ygan bo'lishi mumkin, aytgan. Bilmayman bu qandaqasiga aytib qo'yay. Agar shu Moskvada agar qo'lga tushsang, uraman valdi ko'sinskiga og'zingdan chiqarib qo'yaman. Ko'zingdan lav etib o't chiqadi. Bizning val Qirg'izistonga ham yetib boraveradi. Bizniki cho'ziladi valimiz. Tushundingmi? Uyalmaysan bu kuning men musulmonman, alhamdulillah deysanda birovni kidat qilasan. Keyin zadni bo'lsangdan val kirgandan keyin jirasan, chiday olmay. Jannaringiz omon bo'lsin, o'zlaringiz asrangizlar.